Assalomu alaykum, hurmatli YouTube obunachilarimiz. Mana xudo xolsa navbatdagi 12 talik lisva komplektlarimiz tayyor bo'ldi. Video obzorimizni boshlashdan oldin kanalga yangi bo'lsanglar obuna bo'linglar. Video obzorimiz yoqadigan bo'lsa, bittadan like bosish esdan chiqmasin. Mana ko'rishingiz mumkin bu 12 taliklarimiz nima deyapti, qayerga tayyorlandi. Batafsil video davomida tushuntirib o'tamiz. Ko'rishingiz mumkin mana 12 talik rangi oq jemshuyda bo'lgan. Gullarni ham chiroyli qilib mana kompyuter xizmatida o'yib ishlab berganmiz. Materiallari turetskiy Turkiya materialida qilganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Sidina qismiga 3 dan 3 qavat, ya'ni 9 sm, spinka qismiga 3 dan 1 qavat, ya'ni 3 sm machalga qo'yganmiz. Mana oyoqlarni ham chiroyli qilib o'ymakor ravishda ishlaganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Mana xonlarning oyoqlari ham chiroyli qilib gullar bilan o'yilgan. Buni xonlari xon taxta vazifasini o'taydi. Oyog'ini shunday yotqizadigan bo'lsak, tumba oyog'ini bu tomonga xon taxta bo'ladi. Endi bu ishimizni narxiga keladigan bo'lsak, 3,5 million so'mga tayyor bo'ldi. Bu ishimizni Toshkent viloyati Angren tumaniga tayyor qilib, dastavka xizmati 600 ming so'm bo'ldi. Kimga shunaqa mebellarimiz kerak bo'lsa, pastda nomerlar qo'yamiz, aloqaga chiqishingiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz mavjud. Qo'shni Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmanistonga ham dastavkalarimiz bor.